Insonlar nega yo'q deya olishmaydi mavzusida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bilaman, kimlar uchundir bu judayam og'riqli tema bo'lishi mumkin, chunki juda ham ko'p insonlar yo'q deya olishmaydi. Nima uchun siz yo'q deya olmaysiz? Nima bo'ladi yo'q desangiz? Ya'ni bilasiz, bu yo'q deya olmaslik ham aslida bizning bolaligimizdan kelib chiqqan travmalardan biri hisoblanadi. Agar sen yo'q desang, odamlar seni noto'g'ri tushunadi. Biz har doim kimgadir yordam berishimiz kerak degan tushunchalar bilan ulg'aydik. Va katta bo'lganimizdan keyin ham biz har doim ha deyishga o'rgandik. Yo'q desak, biz bilan qanaqadir bir baxtsiz hodisa yuz beradigandek o'zimizni his qilamiz. Va yo'q deya olmaslikning ostida e'tibor, mehr, muhabbat, sevgi ham kutuvlari bo'ladi. Agar siz xo'p desangiz, o'ylaysizki, sizni qarshingizdagi inson sizni yaxshi inson deb o'ylaydi. Sizni yaxshi ko'ra qoladi deb o'ylaydi. Aslida bu noto'g'ri. Siz qachonki o'zingizni qalbingizga qarshi chiqmagan holda harakat qilasiz, shundagina boshqa insonlar ham sizni hurmat qilishni, sizni sevishni boshlaydi. Juda ham ko'p insonlar o'ziga qarshi chiqqan holda insonlarga xo'p deydi. Aslida uni qalbida bu narsa unga qarshilik qilishni boshlaydi. Tasavvur qiling, kimdir sizdan nimanidir iltimos qildi, lekin qalban siz o'sha narsaga yo'q deyishni xohlayapsiz. U insonni xafa qilmaslik uchun bo'pti, sana aytganingni qilaman deysiz. O'sha paytda sizni ichingizda judayam kuchli qarshiliklar ketadi. Xohlamagandim, lekin mani noto'g'ri tushunib qolishi mumkin, mani yomon ko'rib qolishi mumkin, mani noto'g'ri o'ylashi mumkin degan qarshiliklar bilan kurashishni boshlaysiz va o'zingizga shu paytda o'zingiz bilmagan holda dushmanlik qilasiz. Biling, siz agar yo'q deyishni istadingizmi, har qanday holatda ham yo'q deya oling. Mana shu paytda siz birinchi qadamni, o'zingizga bo'lgan hurmatni birinchi qadamini qo'ygan bo'lasiz. Mana shundagina sizni hayotingiz o'zgarishni boshlaydi. Qalbingizga qarang. Nega men yo'q deya olmayapman? Nima bo'ladi yo'q desam? Odamlar sizni tushunmasa nima bo'ladi? Ular sizni yomon ko'rib qolsa nima bo'ladi? Ular yomon ko'rdimi? Qachondir sizni baribir yomon ko'radi. Qachondir siz ularga yo'q deyishingiz kerak bo'ladi. Qachondir sizni ichingizda to'planib yotgan bomba bir kun kelib portlaydi. Shuning uchun hozirdan siz o'zingiz bilan kelishib oling. Ha, men hozir yo'q deyishni xohlayapman va yo'q deyman. Shundagina siz hayotda o'z o'rningizni topishni boshlaysiz. Sizni qo'rquvlaringiz bu. Agar yo'q desam, odamlar meni noto'g'ri tushunadi. Yo'q, odamlar sizni noto'g'ri tushunmaydi. Bu sizning shunchaki e'tiqodingiz, shunchaki iqrorliklaringiz, shunchaki kimlardir orqali sizga singdirilgan so'zlar hisoblanadi. Mana shu joyda siz yo'q deng va hayotingizda juda ham ko'p narsa o'zgarganini ko'rasiz. O'zingizni hurmat qilsangizgina boshqalar tomonidan hurmat topishni boshlaysiz. Qalbingizga qarang, o'zingizni seving, yo'q deyishingiz kerak bo'lgan joyda yo'q deya oling. Hamma shundagina sizni hurmat qilishni boshlaydi.